52 yoshni qarshilayotgan Janubiy Koreya birinchi xonimining yoshlik siri haqida gaplashamiz. Hech kimga sir emaski, dunyo bo'yicha yoshligini saqlashda Koreyaga yetadigani yo'q. Gap isboti bilan deganidek, bir nechta birinchi xonimlar ko'rinishi bilan taqqoslab ko'ramiz. Buyuk Britaniya malikasi 42 yoshda, orasidagi farq esa 10 yosh. Qoyilmisiz? Ukraina birinchi xonimi 46 yoshda. Yonida shunchalik yosh ko'rinadiki, hattoki heyterlar Zelenskiyni qizi emas deya izoh qoldirishgan. Rasmda Niderland malikasini 1 yosh farq bilan ko'rishingiz mumkin. Bunga izoh sizdan. Italiya birinchi xonimi 57 yoshda. Keling, yaxshisi qanday yosh ko'rinishini tahlil qilib ko'ramiz. Oddiy soch turmagi, juda ham yengil makiyaj, doimiy qat'iy va tartibli yuz parvarishi, tartibli dieta, qomatining tik turishi, oddiy va bosiq kiyinish. Plastik operatsiya qildirganligi haqidagi gap-so'zlarga qat'iy javoban u yoshlik sirini bir so'z bilan izohlaydi. O'zingizni doim yosh his qiling. Shunda ajinlar kamroq bo'ladi.